Bugun bizni zo'r tadbirga taklif qilishgan va birinchi ishimiz bu sharsharani ozgina bo'lsa ham basharaga o'xshatish. Rahmat. Taklifnomada dress kodni ko'k rang deb yozib qo'yishgan edi. Shuning uchun shu ikkita ko'ylakdan bittasini tanlashimiz kerak. Birinchisi bu shunaqa juda ham oddiy, yoqimli va qulay ko'ylak. Ikkinchisi esa uje archa bayram. Ustida kiyadigani chiqib ketaverar ekan, noqulay ekan va men albatta ikkinchisini, archa bayramni tanladim. Anyway, bu tadbir Click Super App tomonidan o'tkazilyapti va kelishimiz bilan bizni shunaqa chiroyli atmosfera va ko'p tanish yuzlar kutib olishdi. Kirishda sizni rasmga olib, Click olamida qanaqa ko'rinishingizni ko'rsatib berishar ekan. Timur Click olamida nimagadir Tony Starkka o'xshayaptilar. Ichkariga kirsak, hammasi undan ham qiziqroq. Click o'zini yangiliklari haqida gapirib berish uchun multfilm tayyorlashibdi. Ishonasizmi? Siz hali ko'rishga ulgurmagan bo'lsangiz, albatta tavsiya qilaman. Lekin bu hali hammasi emas, chunki endi Clickni o'zini AI yordamchisi bor. Tanishing, bu Cleo. Cleo sizga Clickda qiladigan hamma ishingiz bilan yordam beradi. Unga nima qilish kerakligini aytsangiz kifoya. Siz ham bu yangiliklarni sinab ko'rishni xohlasangiz, Click Super Appni yuklab olishni unutmang.